Xushxabar, Pokiston va Hindiston zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga kelishib oldi. Tramp: agar AQSh Rossiyaga hujum qilsa, yordamchi qo'shin yuboramiz. Kim Chen In: O'zbekiston va Rossiya harbiy sohada strategik sheriklik rejasini imzoladi. Zelenskiy O'zbekistondagi 3 ta korxonani qora ro'yxatga kiritdi. Pokiston qo'shinlarini chegaraga ko'chirmoqda. Eron Rossiyaga ballistik raketalar uchun qurilmalar yuboradi. Pokiston yadro qurolidan foydalanmoqchi emas. Xushxabar, Pokiston va Hindiston zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga kelishib oldi. Tramp: 10 may kuni AQSh prezidenti Donald Trump Hindiston va Pokiston o'rtasidagi keskinlik bo'yicha muhim bayonot berdi. Uning aytishicha, ikki davlat AQSh vositachiligida muzokaralar o'tkazgan va zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga kelishgan. Bu haqda Trump o'zining ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. AQSh vositachiligida o'tkazilgan uzoq kechgan muzokaralardan so'ng Hindiston va Pokiston to'liq va darhol o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lganini mamnuniyat bilan ma'lum qilaman. Bu ikki mamlakatni hushyorlik va donolik bilan harakat qilganlari uchun tabriklayman, deb yozdi Trump. Ma'lumotni Pokiston tashqi ishlar vaziri Muhammad Ishoq tasdiqlagan. Bu bayonot ikki yadroviy davlat o'rtasidagi xavfli eskalatsiyani yumshatish bo'yicha muhim qadam sifatida ko'rilmoqda. Agar AQSh Rossiyaga hujum qilsa, yordamchi qo'shin yuboramiz. Kim Chen In: Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In AQSh yoki uning ittifoqchilarining Rossiyaga ehtimoliy hujumni qaytarish uchun qo'shin yuborishga tayyorligini aytdi. Bu bizning birodar va quroldosh sifatidagi muqaddas burchimiz deb hisoblayman, dedi davlat rahbari 9-may kuni Rossiyaning Shimoliy Koreyadagi elchixonasiga tashrifi chog'ida. Kim Chen Inning aytishicha, AQSh nazoratsiz qolsa, ko'proq qaltis harakatlari sodir etishga jur'at qilishi mumkin. Bu holatda Shimoliy Koreya rahbari Vashingtonning hamtovog'i deb atagan Janubiy Koreya armiyasi AQShdan o'rnak olishi mumkin. Bunday aqldan ozgan jasorat o'ta yuqumli virus kabi tarqalishi mumkin, deya qo'shimcha qilgan Kim Chen In. U Shimoliy Koreya harbiy xizmatchilarining Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etishini Shimoliy Koreya Suriya huquqlariga javob beradigan adolatli qaror deb atadi. O'zbekiston va Rossiya harbiy sohada strategik sheriklik rejasini imzoladi. 10-may kuni O'zbekiston mudofaa vaziri general-mayor Shuhratxon Muhammedov va Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov o'zaro uchrashuv chog'ida 2026-2030-yillarda ikki davlat o'rtasidagi harbiy sohadagi strategik sheriklik dasturini amalga oshirish rejasini imzoladi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi xabar qilgan. Muzokaralar yakunida tomonlar Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi harbiy sohadagi strategik sheriklik dasturini 2026-2030-yillarda amalga oshirish rejasini imzoladi. Belousov o'z chiqishida Rossiya Ikkinchi jahon urushidagi g'alabasi uchun O'zbekiston SSSR qanday katta qurbonliklar qilganini unutmasligini ta'kidlagan. U shuningdek O'zbekiston fashizmga qarshi kurashda Sovet armiyasini orqa frontdan va harbiy texnik ta'minotni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaganini eslatgan. Muhammedov esa Moskvadagi harbiy paradda qatnashgan o'zbekistonlik harbiylar uchun tashkil etilgan sharoitlar uchun rossiyalik mavqedoshiga minnatdorlik bildirgan. Zelenskiy O'zbekistondagi 3 ta korxonani qora ro'yxatga kiritdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy O'zbekiston, Eron va Xitoy kompaniyalariga qarshi sanksiyalar kiritdi. Qora ro'yxat Ukraina davlat rahbarining 301/2025 farmoni bilan tasdiqlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, jami 58 nafar jismoniy va 74 nafar yuridik shaxsga nisbatan jazo choralari qo'llanilgan. Ulardan 67 nafari harbiy texnologiyalarga tegishlidir. Bundan tashqari hujjatda O'zbekistonning 3 ta, Eronning va Xitoyning bittadan kompaniyasi nomi tilga olingan. O'zbekistondagi quyidagi korxonalar qora ro'yxatga tushgan: Farg'ona kimyo zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyat, MR mas'uliyati cheklangan jamiyat. Shuningdek, o'zbekistonlik Rustam Mo'minov ham Ukraina sanksiyalari ostida qolgan. Pokiston qo'shinlarini chegaraga ko'chirmoqda. Pokiston qo'shinlarini Hindiston bilan chegaraga yaqinlashtirmoqda. Bu esa keskinlikni yanada kuchaytirish maqsadidagi hujum niyatidan dalolat beradi. Bu hafta Hindiston harbiy havo kuchlari qanot qo'mondoni Bhumika Singh The Times of India nashriga ma'lum qildi. Singhning aytishicha, Hindiston qurolli kuchlari yuqori jangovar shay holatda qolmoqda va har qanday dushmanona harakatlarga mos ravishda javob berilgan. Shu bilan birga qo'mondon rasmiy New Delhi vaziyatni yumshatishga intilayotganini va Islomoboddan ham shunday yondash o'qitayotganini bildirib o'tgan. Pokiston yadro qurolidan foydalanmoqchi emas. Pokiston hozirda o'z yadroviy arsenalda foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqmayapti. Bu haqda mudofaa vaziri Xavaja Asif ma'lum qildi.
Bu faqat mintaqa bilan cheklanib qolmaydi. Vayronagarchiliklar yanada keng ko'lamli bo'lishi mumkin, degan mamlakat mudofaa vaziri. Uning ta'kidlashicha, yadro quroli qo'llanilgan taqdirda nafaqat mojaro tomonlari, balki kuzatuvchilar ham jabr ko'radi. Pokistonning Hindiston yaratgan vaziyat tufayli mojaroning keyingi rivojlanishida ehtimoliy variantlari kamayib bormoqda, deb ta'kidlagan Asif. Shuningdek, Asif ommaviy axborot vositalarida tarqalgan 10-may kuni ertalab mamlakat rasmiylari Pokiston yadro qurolidan foydalanish masalalari bo'yicha mas'ul bo'lgan milliy qo'mondonlik yig'ilishini chaqirgani haqidagi ma'lumotni rad etgan. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Muhammad Ishoqdor agar Hindiston to'xtasa, Pokiston ham jangovar harakatlarini to'xtatishini aytgan. Eron Rossiyaga ballistik raketalar uchun qurilmalar yuboradi. Eron yaqin kunlarda qisqa masofali ballistik raketalarni uchirish uchun mo'ljallangan Fath 360 qurilmalarini Rossiyaga topshiradi. Bu haqda G'arb maxfiy xizmatlaridagi manbalarga tayanib, Reuters agentligi xabar qilgan. Nashr suhbatdoshlarining ta'kidlashicha, ushbu yetkazib berish Rossiyaning urushdagi hujum salohiyatini kuchaytiradi va Moskva hamda Tehron o'rtasidagi tobora chuqurlashayotgan harbiy hamkorlikning navbatdagi isboti bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yil sentyabr oyida Eron Rossiyaga 9 ta sanksiyaga uchragan Rossiya bayrog'i ostidagi kemalar orqali raketalarni yetkazgan. Biroq o'shanda Fath 360 uchirish qurilmalari yetkazilmagan. G'arbiy razvedka idoralarining bir nechta vakillari hamda mintaqaviy amaldorlar Reutersga bu qurilmalar topshirilishi muqarrar ekanini ma'lum qilgan. Shu bilan birga ular qo'shimcha tafsilotlarni oshkor qilishdan bosh tortgan. Harbiy tahlilchilarning fikricha, 120 kilometrgacha uchish masofasiga ega Fath 360 qurilmalari Rossiya kuchlariga Ukraina pozitsiyalari, chegaraga yaqin aholi punktlari va harbiy obyektlarga zarbalar berishda yangi imkoniyatlar ochadi. Ularning fikricha, bu Rossiyaga ancha qimmatga tushadigan va uzoq masofali Iskander raketalarimiz strategik obyektlar asrab qolish imkonini beradi. Qayd etish joiz, Rossiya ham Eron ham Ukrainaga qarshi tajovuzni qo'llab-quvvatlash uchun Eron qurollari yetkazilganini inkor qilib kelmoqda. Biroq AQSh, Ukraina va Yevropa ittifoqi rasmiylari Tehron Moskvaga allaqachon minglab dronlar va artilleriya snaryadlarini yetkazganini da'vo qilmoqda. AQSh qurolli kuchlarining markaziy qo'mondonligi rahbari general Christopher Cavoli aprel oyida amerikalik qonunchilarga Erondan Rossiyaga 400 dan ortiq qisqa masofali ballistik raketa yetkazganini bildirgan. Shu bilan birga Reuters hozircha boshqa turdagi ballistik raketalar topshirilgani bo'yicha ochiq manbalarda dalil yo'qligini qayd etadi.